23 mart günü Kanadaning Montreal Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishi bilan o'tkazilgan Navro'z bayramini qutlaqlash faoliyatida Uyg'ur ana til maktabining rasmiy ochilganligi jakarlandi. Mazkur Uyg'ur ana til maktabining o'quvchi soni 30 dan oshgan bo'lib, har hafta oxiri bolalarga muntazam holda Uyg'ur tili, go'zal san'at va islom dinidan darslar o'tilgan. Kanadaning Montreal shahridagi 100 dan ko'proq Uyg'ur bayramlik kiyimlari va Uyg'ur do'ppilarini kiyib, Montreal Uyg'ur jamiyati uyushtirgan Navro'z faoliyatida jam bo'lgan. Bu fursatda Montreal Uyg'ur jamiyatining raisi Nur Muhammad Apandi jamoatning Navro'z bayramini qutlaqlagandan keyin yana jamiyat a'zolarining, bo'libmi jafokash, fidokor muallimlarning bir qancha yillik tirishchanligi va tayyorlik orqasida Uyg'ur jamoati orzu qilib kelgan Montreal Uyg'ur ana til maktabining rasmiy ochilganligini xushallik bilan jakarlagan. Montreal ana til maktabining mudiri Mahmudjon Emin maktabning ochilganligining ota-ona va bolalarni bekmi xushal qilganligini bildirdi. Onun tunuşturishcha, yaqin yillarda Montreal Kanadadagi Uyg'urlar bir qadar zich joylashgan shaharlarning biri bo'lib, jamoatning ko'payishiga ergishib, avlodlarning o'z ana tili va Uyg'ur madaniyatini saqlashda muntazam bir tarbiyaga bo'lgan ehtiyoj kuchaygan bo'lsa-mu, biroq turli qiyinchiliklar sababli ana til maktabi muntazam davomlashanmagan ekan. Hozir Xitoy hukumatı Uyg'ur diyorida Uyg'urlarning tili va ma'rifini cheklash siyosatlarini yurgizayotgan bir paytda Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolishni o'zining burchi deb bilgan muhojiratdagi Uyg'urlar bo'lsa, bu xildagi ana til maktablarini ochishni o'zlarining eng muhim xizmatlari qatorida qo'ymoqda. Yaqin yillarda Amerika va Yevropa davlatlari va Turkiyadagi Uyg'urlar yashayotgan bir qism shaharlarda ana til maktablari ochilgandan boshqa, har qaysi davlatlardagi Uyg'ur ma'rifchi va ziyolilarning o'rtaq kuch chiqarishi bilan bu Uyg'ur ana til maktablarining bir tutash o'qish materiallari va hatto maktab formallarigacha birlikka kelayotganligi ma'lum. Erkin Asya radiosi xabarida Uyg'ur vaziyatining xalqaroda kuchlik norozilik qo'zg'ishi. Shuningdek, yaqinda Changchun shahrining sekretari Wang Junjingning Sharq Turkistonga yo'tkab kelinishi kuzatchilarda Xitoy Kompartiyasi avtonom rayonlik partkom sekretari Chin Chuangoni yo'tkab ketishga tayyorlik qilyapti degan gumonni paydo qilgan edi. Lekin Hong Kongdagi Janubiy Xitoy shahar pochtasi gazeti 24 mart xabarida navbatda Xitoy Kompartiyasining Chin Chuangoni yo'tkab ketish plani yo'q deyilgan. Shundaqla Sharq Turkistondagi musulmonlarni bostirishning mazkur bosh ijrochisining davomli vazifasida qoladiganligi. Beijingning xalqarodagi tanqidlarga qaramay Chin Chuangoni Xinjiangda yaxshi ish qilyapti deb qaraydiganligini ta'kidlagan. Bu yil 63 yoshli Chin Chuango Xitoy Kompartiyasining o'stirish nishoni bo'lsa-mu, lekin u hozirgi vazifasida davomli qoladi ekan. Beijingdagi vaziyatdan xabardor bir uchur berguchi siyosatning yo'linishi bekitilib bo'ldi. Xinjiangda hammadan muhim masala muqimlikni qo'g'dash. Rahbarlikda biror o'zgarish yuz berdiganda qolmaydi degan. Xitoy hukumatining 2016-yili Chin Chuangoni Uyg'ur rayoniga yo'tkab 2 milliondek Uyg'ur va boshqalarni yig'ib olish lagerlariga qamishi Uyg'ur madaniyati, tili va diniy e'tiqodini cheklab, umumyuzlik xitoylashtirishni yo'l qo'yishi xalqaroda qattiq tanqidga uchragan. Amerika hukumati o'tgan hafta kishilik huquqni dafsanni qilishga ishtirok qilayotgan Xitoy amaldorlariga embargo qo'yishni o'ylashayotganligini bildirgan. Amerika Davlat Majlisining ba'zi a'zolarining o'tgan yili Amerika Tashqi ishlar ministri va Moliya ministriga yozgan maktubida Chin Chuangoning ismi tilga ilingan edi. Beijingdagi Sharq Turkiston masalasiga aloqador yana bir uchur berguchining Janubiy Xitoy shahar pochtasi gazetiga bildirishicha, Chin Chuango yo'l qo'ygan bostirish siyosati 2014-yili o'tkazilgan Xinjiang xizmat yig'inida Xi Jinping tomonidan qaror qilingan ekan. Mazkur uchur berguchi butun yo'linish Beijing tomonidan bekitildi. Bu siyosiy yo'linishni konkret ijro qilish vazifasi Xinjiangdagi rahbarlikka berildi degan. Uning ilgari surishicha, shu qatimliq yig'inda muqimlik asosli nishon, taraqqiyot ikkinchi masala deb ko'rsatilgan. U bu siyosatning yuqori rahbarlik Xinjiang siyosatini qayta ko'zdan kechirguncha davomlashadiganligini bildirgan. Ba'zi kuzatchilarning ilgari surishicha, agar Amerika hukumati Chin Chuangoga embargo qo'ysa, uning davomli o'sib, Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining doimiy komitetiga kirishni qiyinlashtiradi ekan. Kishilik huquq tashkilotlari Chin Chuangoning Uyg'ur rayonida insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini ilgari surib, uni jazolashni talab qilgan. Amerikaning nopuzliq gazeti Washington pochtasi 24 mart tahrirat maqolasi e'lon qilib, Xitoyning har qancha qismi Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq dafsanchiligini pardozlayolmaydiganligini ilgari surdi. Mazkur maqolasi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni raisi Shuhrat Zakirning o'tgan hafta Xitoy xalq sarayida muxbirlarni kutilish yig'ini o'tkazib, yig'ib olish lagerlarini aqlaganligi qarta e'lon qilingan. Shuhrat Zakir axborot yig'inida Xitoyning jazo lagerlarini qurib, Uyg'ur va boshqa millatlarni qayta tarbiyalayotganligiga doir xabarlarni butunlay yolg'on deb inkor qilgan. U, amaliyotda bizning bu markazlarimiz o'quvchilarni haqsiz tomoq va turalg'i bilan ta'minlaydigan yotoqli maktablarga o'xshaydi degan edi. Washington pochtasi gazeti uning bu so'zlarini naql keltirib, lekin yetarli faktlar, jumladan bu
lagerlardan qochib chiqqan kishilarning bayonlari 2 million yoki uningdan ortiq tutqunning hech qanday erkin emasligi va ig'ir bedellarni to'layotganligini ilgari surmoqda degan. Maqolada yana Germaniyalik Uyg'urshunos Adrian Zensning lagerdagi tutqunlarni az deganda 1,5 million deb taxmin qilayotganligi. Uning bir yoki birdan ortiq a'zosi lagerga qamalmagan hech qanday Uyg'ur oilasi qolmadi deganligi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yillik kishilik huquq dokladida Uyg'urlarning qonun xodimlari, turma sistemasi va yig'ib olish lagerlaridagi xodimlar tomonidan sistemalik tan jazosi ham xo'rlashga uchrayotganligi tilga ilinganligi ta'kidlangan. Hamda Islom hamkorlik tashkiloti tanqid qilingan bo'lib, uningda Islom hamkorlik tashkilotining yaqinda ma'qullagan qarorida Xitoyning musulmon fuqarolariga ko'ngil bo'layotganligini maqtaganlik ayiblanib, Xitoy ommaviy munosabatlar strategiyasida Xinjiangdagi ofatni yushirmoqda. Lekin hech qanday axborot yig'ini xalqning tili, madaniyati va urf-odatlarini yo'qotishni maqsad qilgan jazo lagerlarini pardozlayolmaydi deyilgan.